Assalomu alaykum hammaga qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana shu tunichkamdan Nazokat opa bilan Sankt-Peterburgga jo'natdim. Mana bu yerda toshlari bor, juda ham chiroyli, ko'rganinglarda. Mana shulardan тоже в наличии bo'ladi. Nazokat opadan ham olsanglar bo'ladi. Mendan ko'pchilik shu modeldan so'raganinglar. So'raganlar uchun jo'natib yuboryapman. Qizlar o'tda faqat 4 ta donagina bo'ladi. Olishga uspech qilib qolinglar. Nazokat opani va Xosiyatxon Sankt-Peterburg nomeri uchun Nazokat opam ya'ni Toshkentdalar, Xosiyatxon Sankt-Peterburgdalar. Ularning nomerlari uchun kontaktni menga lichkamga yozsanglar, men sizlarga nomerlarini beraman. O'sha yerdan bemalol gaplashib olsanglar bo'ladi. Telegram yoki WhatsAppdan xohlasanglar telefon qilib gaplashib olsanglar ham bo'ladi. Hijoblilarimizga ham va ro'mol o'ramaganlar uchun ham juda ham chiroyli, elegantni tunichka qizlar. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda inshaalloh ko'rish nasib qilsin.